Assalomu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Roza Hayit münasibəti bilan mən bu qitimliq dərsdə həmmimizə tanışdıq bolğan, Hayit bayramlarımızda kam bolsa bolmaydigan sama usulunu tanıştırıb ötməkçiman. Sama usuli Uyğurlarning tarixi və ənənəvi usullarının və şundaqla 10 çoğ usulunun biri bo'lib, u o'zining o'ynaladigan so'rinlariga qarab, cho'ng sama usuli, bayram sama usuli, muqam mashrab sama usuli va sho'x sama usuli qatorliq turlarga bo'lindi. Sama usuli boshqa Uyg'ur usullaridan farqli holda eng zo'r kollektivlikqa va o'ziga xos usul harakatiga ega. Sama usulining tarixi intayin uzun. Ajdodlarimizning qadimgi ovchilik davrida ov g'albisini tabriklab, kollektiv usul o'ynash odati bor bo'lib, shamanizm davrida samoga, ya'ni ko'k cho'qinish asosli o'rinda turg'achqa, g'albi tantanasi badaliga o'ynaladigan bundaq kollektiv usul sama usuli, ya'ni xalq tilida sama silish deb atalib kelgan. Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin, bo'libmi Naqshbandiya mazhabi to'plashib tilovat qilganda, sama usuli orqali iloh bilan aloqalashish vositasi sifatidagi zikr qilish bilan uchrashgandan keyin, texmo butun bir gavda bo'lib, hozirgi sama usuli sifatida zamonimizga yetib kelgan. Sama usuldagi zikr qilish to'plashib o'tkazgan yig'ilishni ko'rsatadi. Zikr qilish ana shu marosimda halqa shaklda yumuloq bo'lib o'ltirib o'ynaydigan halqa samoning boshlanish qismidir. Zikrning ahangdorligi kuchli bo'lib, har qanday halqa samoning kayfiyatini yuqori ko'tarishda muhim ahamiyatga ega. Samoning zikri qismi 8 dan 5 taktlik udarda o'ynaladi. Uningdan boshqa sama usulining xarakteri g'albini va shod-xo'ramlikni tantana qilish bo'lg'achqa, Qashqar Hayitgoh oldida roza va Qurbon hayit kunlari mushundaq kollektiv sama usuli o'ynash orqali hayit xushalligini tantana qilish odati avloddan avlodga davomlashib kelmoqda. Qashqar Hayitgoh jamoasi oldida o'ynaladigan sama usuli asosan erlar tarafidan o'ynaladigan bo'lib, bu 4 dan 4 taktlik udarda ijro qilindi. Men avval qizlarning sama usul qadamini ko'rsatib o'tgandan keyin, ondan o'g'illarning harakatini tushundirman. Ders oxirida hammanglarga roza hayitlik tayyorlagan bir sovg'ani sunmoqchiman. Amsa darsni oxirigacha davomlashtirib ko'rishni unutmang. Qizlarning sama usuli asosan samoning 8 dan 5 taktlik udarda, ya'ni zikri sama qismida ko'p o'ynaldi. Qizlarning sama usuli silliq, yenik o'ynaladigan bo'lib, ko'pincha o'z o'rnida ham oldiga silliq yurib va yoki tizilib o'ltirib o'rinladi. Men qizlarning asosli qadam harakatlarini ko'rsatib o'tay. To'lqinsimon sama qadamining shakli taq jup qadam harakatiga o'xshab qolgan bo'lib, 2 taq qadamni elib, ondan 3 qadamni o'z o'rnimizda olamiz. Taq qadamni qo'shmay o'rlashqimi bo'ladi. Tizlar azroq egilib, yuqori tuvan ko'tarilib, to'lqinsimon shaklni hosil qildi. Qaychi shakl samo qadam harakatidami 3 qadamni elib bir to'xtaymiz. Buning shakli qadamni yonga cho'ngroq elib, qarshi tarafga qaratib to'xtatamiz. Udarga tushirishdan burun qo'l harakatlarini ko'rsatib o'tay. Sama qo'l harakatidagi atalg'ularni bo'lsa, taq qo'l, jup qo'l va yon qo'l sama harakatlari deb ataymiz. Taq qo'l sama harakati. Jup qo'l sama harakati. Va yoki yan qo'l sama harakati.
Qani əmsə bu hərəkətlərini udarğa düşürəyli. Әмді қол və put hərəkətlərini birləşdirib udarğa düşürəyli. Oğullarning samo usulining qadam harakatları bir qadar ko'p bo'lib, do'lqinsimon samo qadami, qaychi shakl samo qadami, moka tushti samo qadami qatorliq bir necha xil qadam harakatlari samoning 8 dan 5 taktliq zikri samo qismida silindi. Hamma erlarga tunishliq bo'lgan Qashqar hitqoq samosi bo'lsa, 4 dan 4 taktliq dangsab samo qadam harakatida silindi. Qadam harakatlarini ko'rsatishdan burun bir necha xil qo'l shakllarini qistirib o'tay. Alqan qo'l shakli. Yana birisi kavak mush qo'l shakli. Baş barmoq qo'l shaklimi o'g'illarning usulida ko'p uchraydi. O'g'illarning qadam harakati ig'ir, mazmut elinishi kerak. Eng muhimi udarga tushirib, ritmni saqlab menish. Qaychi shakl samo qadamida 3 qadamni elib bir to'xtaymiz. Buning shakli qadamni cho'ngroq ikki yonga elib, qarshi tarafga qaratib to'xtaymiz. Bir necha xil qo'l harakatlari bilan birlashtirib ko'rsatib beray. Moka tushti samo qadamida yanchi turib oldiga yuramiz. Bir pot o'z o'rnida ritmni saqlab mangdu, yana bir pot oldiga 2, keyniga 1, ondan yana oldiga bir qadam ilib, moksimon holatda yuriydi.
yasab yurish samo qadimida 3 qadam bilan yurib, 4-udarda 2 putni juplab, yerga qattiq tasab to'xtaymiz. Qo'l harakatini birlashtirib, udarga tushirib ko'rsatay. Qo'lning shakli kavak mush qo'l shaklida bo'ldi. Dangsab samo qadimi ritm jihati farqlangan bo'lib, 4-4 taktlik udarda ijro qilindi. Karmi qadam shaklida 2 yonga dangsaymiz. 4-taktda yuqoriga sakraymiz va yoki birini piqraymiz. Dangsab samo qadam harakatini 2 yonga yoki oldi keyniga va yoki chambarsimon shaklda aylanib turib qilishga bo'ldi. Qinamsa qo'l harakatlari bilan birlashtirib ko'rib boqaylik. Qo'l yugab samo silish. Ders oxirida hammanglarning huzuriga kasbdoshlarim va bir necha talantliq yosh qiz-yigitlardan birlikda tayyorlagan samo usulini huzuringizga sunmoqchiman. Qina amsa hammaylar birlikda samo salayli.